Bizda bugun Arkaddan eksklyuziv esdalik. Bir-birimizga stil yig'ishimiz kerak edi va rasmlarni ko'rsatib Zaradan yig'ishga qaror qildik. Bir-birimiz rasmlarimizni olib, nima mos kelish kelmasligini tekshirib, sumkalardan boshlab kiyimlargacha hammasini bir boshdan olib chiqdik. Yevropadagi narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib ketamiz. Kiyimlarni to'g'rilab olganimizdan keyin bir-birimizga berdik va kiyinish xonalariga ketdik. Qani ko'ramiz.